Onaxonning xonadonida, Murodjonning xonadonida ulug' ayyom. Men avvalo onaxonga rahmat aytaman, mana shunday farzandlarni o'stirganingizga, mana shunday o'qimishli farzandlar qilib tarbiyalaganingizga sizga rahmat. Mana shu farzandlarning orzu havasini ko'ring. Siz tinch bo'ling. Siz bor, ular baquvvat, dadil yurishadi ko'chalarda. Baxtiga salomat bo'ling. Umringiz uzoq bo'lsin onaxon. Sog' bo'ling ilohim. Mana shu nevaralarni uylaganda ham bosh bo'lib tursinlar. Sog' bo'ling. Rahmat. Rahmat kampir. Rahmat. Qani ona. Mahallasi bo'ladi. Mahallasi bo'ladi. O'zimizga olapon ke bo'ladi. Qirg'izimni o'tindi. Sen mashqasi keladi men. O't chiqyapti. O'lsa ko'ramiz. Hamma gapini Ko'rishing ham odam bilan ko'rishamiz. Bizda ham akamiz Anvarjonimiz bo'ladi. Mashalardan nima kuch bo'ladi videoga shu aytamiz bilan nihoyat qilib qancha deydi. Hamisha to'ylarimizni qazidan bo'lsa video ko'rishamiz. Ushbu ishlar yoqasiga. Ochmaslar. Akamiz bitta mashinasi ham bor, mahallamiz yo'q. Faqat shu Telefonlarga diskoteka bilan. keladi. Hech kimlarni qo'yapti. Sancha mas'ul ekan. Rahmat oldi, 20 ta. Tayyor bo'lib kelmasa nima qilasiz? Shu taraf keslar. Hozirmi? qani.
Assalomu alaykum. Mana shu xonadonga kelgan mehmonlar xushkelsizlar. Mana shu xonadonda mana bugun katta tantana Sodiq akam Nazarov xonadonida. Shunda katta tantana. Sababchisi bo'lmish ukamiz Murodjon o'g'illariga chiroyli shunaqa dasturxonlar yozib elga xizmat dasturxon yozibdi. Ukamizni omadini bersin, salomat bo'lsin, xalq xizmatida charchamasin. Shu xonadonda doim shunaqa to'ylar bo'lsin. Mana bugun shu tantanaga Qirg'iziston Respublikasi xizmat ko'rsatgan akamiz mana Karim akam Soyev tashrif buyurgan O'zbekistonda ham mana chiroyli obro'larga ega shu akamiz o'zini chiroyli shu tabriklab shu xonadonga chiroyli o'zini qo'shiqlari bor bugun shu akamiz xizmatda. Sizlarga chiroyli guldiroz qarsaklar ostida shu Karim akam Soyevni shu davriga taklif qilamiz. Marhamat aka. Kuzak oldim to'xta. Onasan mehribonsan, onasan jonajonsan, jismimizga jon bergan jondan aziz insonsan. Jismimizga jon bergan jondan aziz insonsan. Qo'lga yayoq sozim olib men kuylayman qadringiz, umrim bo'yi dilga jolib madh etayin mehringizni. Onajonim mehribonim, onajonim mehribonim, tinglang kuyim qadrdonim, tinglang kuyim qadrdonim. Hayatım biter, onajonim mehribonim, onajonim mehribonim, tinglang kuyim qadrdonim, tinglang kuyim qadrdonim. Qadrdan
qadrdoni. Avvalambor assalomu alaykum aziz mehmonlar. Barchalar ushbu muborak qutlug' Sodiqjon akamni xonadoniga xush kelibsizlar. Murodjon birodarimizni xonadoniga. Azizlar, sizlardan ming marta uzr so'rab, onaxonni davraga taklif qilsam, bitta yaxshi duo bersalar, kelgan davramizni ochsak. Onaxon qayerdasiz? Keling. Azizlar, inson haligi bir qo'shiq bor. To yetim bo'lmay kishi bilmas otani qadrini degan qo'shiqlarni eshitib yurardik. Endi mana shu qo'shiqlarda otamiz o'tganda, onamiz o'tganda qadriga yetyapmiz. Ona keling bu yoqqa, onajon. Endi bilsak, bu ota onadan farzand qarzini umuman uzolmaydi ekan. Necham qancha xizmat qilsa ham qarzini uzolmas ekan. Onaxon, sizga rahmat. Mana shunday farzandlarni o'stirib, voyaga yetkazib, uylik, joylik qilib, mana shunday chiroyli kunlarni ko'rib turibsiz. Ilohim umringiz uzoq bo'lsin. Farzandlarda orzu havasini ko'ring. Mana shu hamma bo'layotgan narsalar siz sababli. Avvalo Alloh qolaversa, hammasi siz sababli, rahmatli otaxon sababli. Azizlar, qisqa so'z bilan onani ulug'ligini aytsam sizlarga, bu dunyoda masalan Tursunboy o'g'li Muhammad Karim deydi, Sodiqjon o'g'li Murodjon deydi. Qiyomatda azizlar Falonchini o'g'li demas ekan. Falonchi Oltinxonni o'g'li Muhammad Karim. Falonchi Salomatxonni o'g'li Murodjon deb chaqirar ekan. Shundan bilib qo'yaveringlar onani ulug'ligini. Onaxon bitta duo qilsangiz, keyin to'yimizni ochsak. Assalomu alaykum hurmatli aziz mehmonlar. Xonadonimizga kelganinglar uchun juda ham katta rahmat. Biz uchun yana dadalar bo'lganda bundan ham yaxshi o'g'illarim, ukalarim kelganida yana ham xursand bo'lar edik. Shu o'g'limni voyaga yetkazgan Oltinxon opamni, dugonamni, voyaga yetkazgan Soyibjon akamni, ukamni ming marta rahmat aytaman. Xonadonimizga kelganingiz uchun dadalari bo'lganda boshlari osmonga yetgan bo'lardi. Shuncha bolalarni voyaga yetkazdi, o'qitdi, ulg'aytirdi, uyli joyli qildi. Shuncha el yurt chaqirib, shunchalik tantanalarda bo'ldi ham, u hamisha yana ham bo'lganda juda ham xursand bo'lardi. Bizni ko'nglimizda jindek o'ysizligi bor, u ham bo'lsa shu dadaning yo'liga. Mayliga Alloh rahmat qilsin. Bundan buyog'iga bolalarimizni umrlari uzoq, rizqlari ulug' bo'lsin. Hamisha to'y va tantanalar bo'lsin. Amin. Sizlarga o'xshagan ulug' odamlar, hamisha qarindoshlik mahalla ko'ylari, hammasi sog' salomat bo'lib, to'y ustiga to'ylar qilib, tanijoninglarni sog' qilib, yurt ellarimiz tinch qilsin, hamisha ham o'zi madad qilsin. O'tganlar ruhbonlar qo'llasa hamisha madad qilsin, tinchlik omon. Allohu akbar. Rahmat, rahmat, rahmat. Rahmat. Endi qo'shiq qilsak endi haligi boshqa qismi onaxonni keyin o'ynaydigan vaqtda o'ynaydilar endi. Hozir pul yig'ishga tushdi deyishmasin odamlar. Yıldızım bilmeysen günler ötüp baradı. Gökten düşüp bilmeysen taylar ötüp baradı. Aklı başı karmanı kapanmazsın sen dalın. Sen sağ ömrümü kervan sensiz gidip baradı.
Özüm bilmeysen günler ötüp baradı Dikten düşüp bilmeysen kaylar ötüp baradı Aklı başı garman Tapanmazdan servanın Sersan ömrüme kervan Sensiz gidip baradı Sersan ömrüme kervan Sensiz gidip baradı satıp baradı Yalgan dünya bu dünya Arma dünya bu dünya Düşmanlarım haridar Dostlar satıp baradı Akşeritini patlayın Vısal tavanı çalayın Akşeritini patlayın Vısal tavanı çalayın Canım alıp Muğanni kökke yetip baradı Canım alıp Muğanni kökke yetip baradı Kökke yetip baradı Gülümse aldayı bulbulum Reyhan ile sümbülüm sana Senem kesa Reyhan ile sümbülüm sana Senem kesa meyla
sayraşım tanam qimir etmayin osmon to'la faqat men yetmayin osmon to'la faqat men yetmaydi Gözümde bir tamcı yaş sayrar Yusuf etmeyin Gözümde bir tamcı yaş sayrar Yusuf etmeyin Nade çalışayacağım tanım kımır etmeyin Peşananı şuradan bina bulgen bu derya Osman kula halar fakat ben yetmeydim Peşananı şuradan bina bulgen bu derya Osman kula halar fakat ben yetmeydim Osman kula halar fakat men yetmeyin Osman kula halar fakat men yetmeyin Fakat men yetmeyin Marhamat rais baba Tilayman. Yaxshi niyat bilan qilayotgan ishlari nima deydi? Bardavom bo'lsin, davomi tugamasin ma'nosida. Ular katta qilayotgan yoshlar bu ma'noda markazdan qilganlar xato qilmasin. Hammasi tinchog'on bo'lsin. O'zini bilsin. Ota-onalari qanday qilib katta qilib elga qo'shmoqchi bo'lsa, anaqa odamlar bo'lib yetishini tilayman. Salomat bo'lsin.
Qodirjon ukamizni xonadonida mana shu Murodjon o'g'lini nevarasini, bu Qodirjon nevarasini sunnat to'yida mana bugun yugurishib o'tiribmiz. Bugun biz Qodirjonni esga olishimiz kerak. Biz birga ishlaganmiz ko'p yil. Mana hozir Murodjon billa bizni qishlog'imizni tinchligini, xotirjamligini saqlab kelyapti. Biz juda minnatdormiz. Mana otasi shunday ajoyib farzandsiz tarbiyalab yetishtirgani uchun ne'matga rahmat. Xotirjamni joyi jannatdan bo'lsin, oxiratlari obod bo'lsin. Bu uylarga doimo fayz baraka bersin. Bolalari unib o'sib, ulug' insonlar bo'lib yetishsin. Otasini bajarmagan vazifalarini bajarishga ular yetishsin. Hammalar yana bir bor mana shu bugungi to'y bilan tabriklayman. Hammalar salomat bo'ling. Rahmat o'g'il. Shu dil so'zlarga qo'shilgan holda shu yoshlar, xotin-qizlar raisi opamiz Nasiba opam ishtirok etayotgan shu ushbu fayzli xonadonga tashrif buyurgan aziz mehmonlar. Assalomu alaykum. Mana shu aziz mehmonlarga bag'rlarini, ko'ngillarini, bor budini to'kib sochib peshvoz chiqayotgan mezbonlar. Mana shu bugungi tantananing sababchisi mana shu bizning ukamiz Murodjonning o'g'illari Bunyodbekning to'ylari ekan. Shu fursatdan foydalanib biz ham avvalo mana shu xonadonni ochib o'tirib, o'g'illarni, qizlarni o'stirib, el qatoriga, koriga yaratib qo'ygan ayamizga mingdan ming rahmatlar aytamiz xonadon sohibasiga. Qolaversa mana shu ukamiz Murodjon o'zining sevimli yori bo'lmish Dildoraxon bilan uzoq umr kechirib, baxtli hayot kechirib, bolalarini orzu havaslarini ko'rishini tilaydoshimiz. Mana shu biz Murodjon bilan yaqin mana 3 yildan beri birga ishlab kelyapmiz. Murodjon haqida qancha gapirsak shuncha oz. Bu bola shunaqa bir ajoyib bag'ri keng, ham qattiqqo'l, ham bag'ri keng, ham saxiy, ham odamovi, ham odamshubanda yigit. O'ylaymanki, mana shu Murodjonni rafiqasi bo'lmish Dildoraxonni ham ko'rdik. Mana shunaqa ajoyib ayol ekan. Bularga qisqasi doimo baxtli hayot, ota-onalari ham bularni orzu-havaslarini ko'rib yurishlarini tilayman. Doimo hammamiz sog' bo'laylik. Ilohim mana shu yerga tashrif buyurgan hamma mehmonlarga Bunyodbekning nikoh to'yida ham o'tirib xursandchilik bilan o'tkazishni tilayman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Rahmat. Bizi xonadonga kelgan aziz mehmonlar, xush kelibsizlar. Bugun mana o'g'limizni xatni to'ylarda daston yozib sizlarni eng haligi chin ko'ngildan haligi ko'ngildagi insonlarni chaqirganmiz. Kelganlar uchun hammalaringga rahmat. Shu o'tirgan yerdagi onalar o'tirib hammalarga rahmat sog'lik. Xonadonlaridan biri men o'zimning nomimdan birga kelgan birodarlarim, oilamiz nomidan mana shu
Murodjon do'stimizni farzandlariga omad tilayman ilohim. Dadasiga o'xshagan elimizga, xalqimizga kerakli insonlardan bo'lib yetishsin ilohim. Bu yerda do'stimizni yaqinlari, qarindosh urug' eng yaqin do'stlari o'tiribdi. Sizlarni ham xonadonlaringizdan yaxshi kunlar aramasin. Elimiz, yurtimiz tinch bo'lsin. Salomat bo'linglar. چشمس مساو اینجاست نگاهی گرم ادای دیر باوی جاسته یا کی زلفی کجا چشم مسایب جاسته دادن نگاهی گرم اداز ای دیر باید جاسته selamat olsun.
just take them out. Zakatiyusni agar biri balay xudo biya chizibsa hamchiman gado in just nima uchun yozgan shularni qiziqamiz, hammasini ham bila olmaymiz, lekin yaqinda Farg'ona tong otguncha she'rini nima uchun yozganini mana yoshim 45 ga chiqib endi bilibman. Ana shu dindagi olim va ulamolarni to'plab, maqsadi ularni yo'q qilish bo'lgan ekan. Ularni shaxsiyatiga tegish uchun teatrga olib kelib, domlalarga, qorakalarimizga balet qo'ydirgan ekan general. Shunda Hazini hazratlari birinchi qatorda o'tirgan ekanlar. Balet boshlanganda boshini yerga qo'yib solganicha, balet tugagandan keyin boshini ko'targan ekanlar. Uni ko'rib turgan generalning xotini bunaqa e'tiqodli insonni hayotimda birinchi marotaba ko'rishim deb generalga aytib, mana shu bitta insonning hurmatidan qolgan barcha olim va ulamolarni uyiga ruxsat bergan ekan. Faqat tong otguncha Farg'onani tark etsin degan ekan. Shu tong otguncha ham Hazini hazratlari chiramagan dedi. Yasmana sizana Urtab yuragi narma avda giryona tanya bin
akşamlar cemaling şevdik unalar akşamlar cemaling şevdik unalar deb atalar ekan. Muhabbatim albahar esga tushib muhabbatim ko'zlariga oq munchoqlari taq ketsin ko'zlariga oq munchoqlari taq ketsin oq bo'yani suv tezroq oqib ketsin yarim umr yo'ldoshiga yo'q ketsin yo'q ketsin yo'q ketsin. Rahmat rais bola keling. Hop, rahmat. Rahmat. Endi azizlar xudo xolasa hamma qo'shiqlarda aytamiz. Faqat to'g'ri tushunasizlar, navbat bilan hozir mana bu kollektivdan so'zga chiqadiganlar bor ekan. Rahmat aka, salomat bo'ling. Sembala,
olay. Meni ko'nglim siz bilan, voy siz ketasiz. Kimlar bilan qadamingizga gullar ochib. Meni ko'nglim siz bilan, voy siz ketasiz. Kimlar bilan qadamingizga gullar ochib. Sadari hao sepsam bersama dia. Sadari hao sepsam bersama dia. Yarga bila qilsam ketaman dia. Aduh siap. Bila qilsam ketaman janab ya ayorim hayatım gitme ya canım yüreğime acayip yarım ağzımda çıkar kanımdan alıp bir amana acayip ya Ağzım acayip gönlüm sandadır acayip ya Ben bu yerde ırbak çalışsam Andijan'da Ben bu yerde ırbak çalışsam Andijan'da Bizni shayda o'ynadi nur ko'zlarning tannoz qadamiga gullar ochilsin Bizni shayda o'ynasa bir ko'zlarning tannoz Bizni shayda o'ynasa bir ko'zlarning tannoz Ketay Toshkentga shidirladim davosi qadamiga gullar ochilsin O'zim ajoyibaman ko'nglim sandadir Rusya O'zim Toshkentdaman ko'nglim O'shtadir ajab ya rahmat onajon kecha oqshom falakda oy bo'zarib botganda Zuhro yulduz miltirab
teraqanda otgan ruhimda bir mayuslik sokinlik uyg'otganda men seni esga oldim birinchi muhabbatim eslab hayolga olding birinchi muhabbatim Yoshlik zavq bilan yoki to'polon bilan yoqada yaxshi bilan yoqada yomon bilan ayro ham tushdim ba'zan qalb bilan iymon bilan lekin seni yo'qotdim birinchi muhabbatim mangu g'aflatga qotdim birinchi muhabbatim Kasir eken lekin inson hamisha bir kisiga asir eken nechun bilmovdim Allama birinchi muhabbatim parvo qilmovdim Allama birinchi muhabbatim yo'lin yo'qotsa odam Yangay o'zchaga botsa odam muhabbatga suyangay chorasiz qochsa odam muhabbatga suyangay men kimga suyangayman birinchi muhabbatim faqat eslab yig'layman birinchi muhabbatim yig'lab bag'rim tig'lanayman birinchi muhabbatim Deep
ko'zlardagi oqim birinchi muhabbat yolg'iz Allohim birinchi muhabbatim holbuki orzulardan juda ham bo'lganim yo'q oy kabi to'lganim yo'q yulduzdek kulganim yo'q erta xazon gul kabi sarg'ayib so'lganim faqat eslab yongayman birinchi muhabbatim yig'lab barim tig'lamayman birinchi muhabbatim